Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda Vasıq'nın kişi ve bu kişinin tabiri hakkında bugün şu dersini okuyumuz. Hüseyin ibn Yahya degan şu vaqtdagi bir olimning deyishicha Vasıq tush ko'ribdi-da, tushida Allohdan jannatni so'radi. Shuning bilan tushidagi odam buni mundaq debdi-da. Allah subhanahu va taolo faqat va faqat mush qalbida mard bu odamni hilok qiladi, azoblaydi degan gapni qildi. Şondan bu tamatqa vaqtida aşaqda özün sorundaşlardan sual sorapdı. Mard degan kelime zat nima deb. Bunun ma'nosini hech kim bilmabdi. Şona Abi Muhallim degan kishini qashiq odam avatib keltirib saroyga. Bu shu vaqtdagi hamda ulamo ekanda tush tabir beraladigan katta buyuklardan. Bu odamda shu tushning tabiri va mard degan shu so'z haqida so'rapdi. Abi Muhallim debdi, mard deganimiz hech narsa unmaydigan jangal sayni ko'rsatdi, qumliq sayni ko'rsatdi. Buningga asosan undaqda Alloh taolo faqat qalbi imondan xoli odamni halok qiladi. Xuddi qalbi imondan xoli odam ashu o'tchib o'simlikdan xoli jangalga o'xshaydi, quruq sayga o'xshaydi deb bu ta'birni beribdi. Vasıq buningga yana mundaq debdi. Undaqda mush mardning mushtan ma'nosi borligiga sen arab she'riyatidan sen dalil isbot ekilsa degandikin ashadi so'rinda bol kishilarniki ba'zi tuvandagi she'rni Bani Asad en vaqtidagi shu arablardagi mashhur qabila Bani Asad jamiyati. Hamda asosan shu arab adabiyotidagi Qur'oni Karim bo'lsin, hadis Rasululloh bo'lsin, hammasiga lug'atniki eng jildizi Araplarning qadimgi jahiliyatdagi klassik she'riyatidan ilingan. Har qanday ma'noni asliga qaytarib, undan bugungi kunda qo'llanilgan ma'nosi ma'vu, asl ma'nosi ma'vu deb asl ma'nosini tepib chiqadi. Bu shu arab adabiyotidagi nihoyatda muhim bir yorqin nuqta bu jihatga. Maravratning jangili saylari deydi. Bu yerdagi yov kaptalar hayron qoldi deydi. O özü nadan turib, özü bilimsiz turib, o bilimlik o'ylanib ketdi. Demakchi bo'lgani bu Maravrat degan hozirgi Saudiyaning ma Iroqqa ma'lgan Hoyil tarafdagi bir cho'ng soy jangalni ko'rsatdi, soyliqni ko'rsatdi. Maravrat degan jangalning ismida. Mush she'r orqali ham bu yerda mard degan kelimaning mush yerda bir jangal soy ma'nosida ishlatilganligini, bu she'r orqali ifodalanganligini jahiliyatda buni isbotlagan. Endi bu yerda Abu Muhallim buna kulib qaqaqlab ketib, anglagandan keyin shuning bilan bu yer mundaq debdi-da. Men senga ya'ni she'r deklamatsiya qilib beray bu vaqtda va bu yerda og'rilmay turib yana deb beray deb arablarning o'z qofiyalik she'rini deklamatsiya qilib berdi-da. O'z shoirning o'z qofiyalik hammasida mard kelimasi bor. Yana mard kelimasi ishlatilgan. Vasıq bununla 100.000 dinar mukafat bir bergan dedi. Çünkü bunun tushiga munosabatlikda buna bir xushallik ekliyotir-da. Hamdon ibn İsmail degan odam xaliflar ichida Vasıqdan bakrak muloyim kan qusoq odam bor ko'rib boqmagan xaliflar ichida dedi. Uning ustiga ham javr jafog'ini aytib sabrchan va shundaqla buni aytdi xilofi odam edi debdi. Buningdan boshqalarga aytdi zid fikr qila oladigan, o'xshamaydigan fikr qila oladigan degan bo'lishi mumkin, Alloh alim. Ahmad ibn Hamdun degan kishi deydi, Harun ibn Ziyad degan kishi bu Vasıqningki ayni vaqtidagi muaddibi, ya'ni ustozi bo'ladi. Buni huzuriga kiribdi-da, uni ajoyib hurmat qilyapti. Chunki ustozi. Shuning bilan Amirul Mu'minin bu odamga mushunchilar qiliqni qilib ketamlar, nimanchilar qilib ketalar deb boshqalar so'radi. Vasıq buna javoban, bu tunji qitim menga Allohning zikrini tilimda yod etkizgan, tilimni chiqargan, meni Xudoning rahmatiga ulashtirgan birsi deb shunaq dedi. Endi ustozim hurmatlayotganda ham shuni qaragan vaqtida ilmning bu cho'ng bir sifat, bir vafodorlik degan bir asl sifat. Bir adam buna bir yaxshilik qilgan ekan, bu yaxshilik qarta bir umr qarzdor bu kishi. Ilm o'rgatgan ustozga nisbatan bir umr qarzdor.
Bu vafadarlıqni bilish, o'zining ustozining yoki yaxshilik qilgan odamning qadrini bilish, bu shu insonning hayotiga ta'sir ko'rsatgan, hayotiga bir burilish hosil qilgan odamning qadrini qilish, vafadarlikni yetkazish, bu bir esil an'ana, bir axloq bu. Lekin bu bizni unutilayotgan bir esil xislatlarning biri. Allah yaxshilikqa, xayrlikni nisbat etsin. Ali ibn Jahm degan kishi hamda Vosiq haqida tuvandiki madhiyani o'qigan. Bu she'rning mazmuni tuvandikcha: Vosiq billaning podshohligiga butun insonlarning qalblari ishonch qildi. Bu podshoh dedi, mal dunyo o'zining huzurini topolmaydigan, suhbatdosh hamrohlari xushal bo'ladigan, baxtsiz bo'lmaydigan podshohdir. Bu shir kabiki dedi. Onun qattiq hujumlardan ig'ir janglar kulib tashlaydi. Qilich uningga ko'nib ketgan. Nefis qimmat baholiq bu osqula uningdan g'aribsinib ketgan dedi. Bunda degina shu mavo hamda elaq degina shu nimani kamarda shu qilichni saladigan bog'. Yani davomli qo'li qilichni o'g'ashqa bu g'aribsinib ketgan dedi. Bu orqali hamda davomli qilich tutganligini, jang qilganligini ifodalamoqchi bu orqali. Ey Abbasiylar, Alloh taolo mushninglam bir bosh bo'lishini xohlaydi. Bu odamga berilgan bir yuqori baho bu shoirniki. Undan boshqa hamda Vosiq billaniki vafoti. Vosiq billa Samarrada o'lib ketgan chorshanba kuni. Bu hamda Hijriya 232-yili Zilhajjining 23 ya 24'lariga to'g'ri keladi. Bu odam sakaratlik vaqtida tuvandiki ikki beytni davomli takror o'qigan. Buni o'qib qo'yli. Buna ait ibretlik şirkene, bunu hemmimizinki bilishga tegishli. Ölümde hemmeyle ortak, bütün halayık ortak. Meyli bunun addi xalqli bolsun, bazaçı, yayımçı bolsun. Meyli padişah, zerdar, serdar bolsun. Hemmimiz okşaş. Bir kembağal bolsun. Meyli bay bolsun. Bayaşat yaşayılgan. Bulanın hiç çıkası bununla fayda ekilenmeydi. Bayının baylığı, kembağalının kembağallığı bolsun, bunun qilch faydası yok ulan bilen dep şunaq degan. Yani bu adam ölüp ketken vaqtida yalğız qo'yib ketgan hamda. Yani bu bir hikoyat, vallahi alam. Çünkü şu sekretlik vaqtida bu adamni tashlablam saroydagilar va hammamiz birlashib mutawakkil billahni hamda xalif saylaymiz deb shu ish bilan mashg'ul bo'lib ketibdi. Bir saçkan kilip bu adamniki ko'zni o'yib yavagan dedi. Bu saçkan tipideki bir küçük bir hayvan ama saçkanda çoğrak. Esim kemmidi. Saçkan tipi kirdi. Saçkanda çoğrak buldu. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.